会的。 Yo, hammaga salom. Qilayotganingiz tomonining va bu o'yin hardcore tarzida bo'ladi. Qanunga do'stlarimiz. Bizga hozir bitta narsa ko'rgandek bo'lgandim. O'zi qishloq easy bo'ldi hammasi. Qanunda sakraymiz. Va mana qishloqqa ham kelib oldik. Sandiq asosiy son ochildi, deyarli hech narsa yo'q. Va davom etamiz o'yinlar. Va sakraymiz jigarlar. Jinosini meni esdan chiqdi. Axir bu hardcore o'yin-ku. Jonim deyarli yarmi qoldi. Bu yerda sandiq bor. Keraksiz. Jinosini men hardcore o'ynayman. Ikkilasini ham olaman. Voy, menga kerak bo'ladigan narsalar bu samon presslar, bunda hattoki emerald, ya'ni zolota bo'lsa bo'ladi. Zo'rada bo'lsa bo'ladi. Menga yotoq kerak va bu yerda va bu yerdan chiqsak General ferma va hamma pishgan bizga bari kerak. Va qanunda go loot qilamiz. Va biz uzoqroqdan villagerni ko'rib qoldik, savdogarni va savdo qilishga o'tdik. Emerald 6 ta teriga almashar ekan. Qimmat, juda qimmat. Qimmat. Yana u yerda savdogar ko'rinyapti. O'shanga ham borib ko'ramiz. Buni emeraldmi? 20 taga almashar ekan. Va bizda bitta emerald bor va men 3 ta narsani 9 ta aylanayotgan. Demak, yana bitta olsam bo'ladi. Va bizda 2 ta emerald bo'ladi. Va bizda 2 ta emerald bor. Nima deyapti bu o'zini nonganlashtiradi. Bitta emerald, bitta nonganlik. Yana o'sish kerak edi, bilyapti. Va men uzoqdan bitta narsani ko'ryapman. U salom press bo'ladi, hammasini olamiz. Endi buni press oddiy narsaga almashtirish kerak. Savdo qayoqqa ketyapti? Qani u? Men shu kelib ketdi menimcha. Tepaga ko'raylikchi. Ana ko'rdim. O'sha bo'lsa kerak. Sakrab olaylikchi. Yo'q, bu hardcore edi. Men sakradim.